Mana bugun Kogon tumanidagi 21-umumta'lim maktabida Buxoro viloyat pedagog mahorat markazi tomonidan o'quvchilarni xalqaro pilot tadqiqotlariga tayyorlash mavzusidagi o'quv trening bo'lib o'tdi. Bunda ustozlarimiz boshlang'ich o'qituvchilariga pilot tadqiqotlari bo'yicha amaliyot o'tkazdilar. O'qituvchilarning murakkab masalalarni qulay usul bilan bajarish yo'llarini, o'qish texnikasini rivojlantirish bo'yicha ko'plab ma'lumotlar beriladi. Biz mana shunday mahorat markazi ustozlariga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Ulardan ko'pgina narsalarni o'rganib oldik. Tashkiloti juda ham yaxshi, hamma o'qituvchilarimiz ijobiy fikrda bo'lishdi. Chunki bizga eng kerakli ma'lumotlar aytildi. Ma'lumotlar aniq, konkret bo'ldi. Savollarimizga aniq javob olib bildik. Peerless bo'yicha ham fikrlarimiz ancha kengaydi deb ayta olaman. Keyin mana bu hujjatlar bo'yicha ham anchagina o'qituvchilarimiz o'zini ustida ishlab, qanday o'ziga moddiy taraflama qanday qilsa o'ziga foyda bo'lishini o'sha narsalarni ham tushunib yetishdi. O'zlarini ustida ishlasa, o'qituvchilarimiz moddiy tomondan ham o'zlarini o'nglab olishlarini tushunib yetishdi. Keyin Peerless'i hozir ona tili o'qituvchisi biza o'zimizni dunyoqarashimiz bilan tushunar ekanmiz, lekin ona tili o'qituvchisi tushuntirib, aniq tushuntirib berganlar, soddagina qilib tushuntirib bergan, bu boshqacha tushundik bu narsani. Nima deydi? Integratsiya haqiqatan ham kerak ekan darslarga. Ona tili o'qituvchisi yoki boshqa fan o'qituvchilari bilan birgalikda bir fanni o'rganish bu biz uchun foydali ekan degan tushunchaga keldik.